aniqlandimi kuydirish kerak, aniqlandimi kuydirish kerak. Bachadon bo'ynida onkologiya chaqirmasdan chiqib ketadi. 2 yilda, ayollarda 2 yilda chiqib ketadi. Qancha tez kuydiradigan bo'lsangiz, virusni yuklamasi kamroq bo'ladida, organizmda eliminatsiyasini kuchaytirishimiz kerak. Jinsiy a'zolar sohasidagi kandilomalar bu oddiy so'gal emas. Bular ko'pincha belgi bermasligi mumkin, lekin ba'zi ayollarda qichishish, kuchli qichishish bilan belgi berishi mumkin. Agarda ularni davolamaydigan bo'lsangiz, demak, tez ko'payishi mumkin, jinsiy hayotda har xil muammolar chaqirishi mumkin yoki homilador bo'lishga xalaqit berishi mumkin. Eng yomoni bachadon bo'ynida har xil onkologik kasalliklar, bachadon bo'yni rakini chaqirishi mumkin. Shuning uchun bularni aniqlaganimizda albatta immunitetni ko'taradigan dorilar va albatta bular kuydirish kerak. Ko'pchilik kandilomani kuydirishni xohlashmaydi. Kandilomani kuydirish kerak. Nimaga? Bu shilliq qavatda ishqalanish, ya'ni qancha ko'p tursa, shilliq qavat orqali ko'payib ketaveradi. O'shaning uchun aniqlandimi, iloji boricha kuydirib, immunitetni ko'tarib, stresslardan xoli qilib, bunga qarshi davo olib borish kerak.